boshladim unda. Hammaga salom youtuberchilar. Hor, mayli, sizlar bilan Ergashev Furqon. Xush kelibsizlar. Siz ya'ni muzdek dush playlistiga. Hop. Oxirgi video, ya'ni 19-songa rovna 3 oy o'tibdi. Ya'ni 1-oy yanvarda 24-sanada olgan ekanman. Deydiganman ko'rib. Wow deyman. Xullas 3 oy rovna bugun 4-oy aprel 24-sana kechqurunga razminka qilib bo'lganimdan keyin qaror qabul qildim deydi-yu, bugun bosish kerak deb. 19 soat qo'yganman, уже bugun 20-songa harakat qilib ko'raman, lekin уже 19 bo'lsa, olingan bo'lsa ham уже 20 kelgan bo'lsa ham g'alati bo'laman, как будто уже vannada video suv dush, как будто birinchi marta bo'layotgandek. Sal g'alati ham bo'lyapti. To'xtash kerak emas, unutib qo'yish kerak emas, yoqimsiz. Как будто nima qilganmanda, bosh yuvib, suv dush, shartman shu deyapmanda. Kerak. 3 oy o'tib ketdi. 3 oy youtuberchilar cho'g'onsizlar. Oldingi videolarga o'xshab soch yuvib olaman. Bu gal 2 marta emas, 1 marta soch yuvaman. O soch yuvmasdan ham tanaga qilmoqchi edim. Oldingi nimaga unaqa qilganman? Oldingi videolarda ko'rsanglar boshga 2 marta ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Boshga 2 marta yuvib, 1 minutdan suvni almashtirib qilardim. Lekin bitta videoda ko'rdim, tanani qilgan yaxshi deyapti-da, bosh stress olib qoladi, boshni qilmagan yaxshi deyapti. Bu shuning uchun boshni shu yuvib, suv dush qilayotganda boshga emas, faqat tanaga qilishga harakat qilaman. Shuni aytmoqchi edim. Xullas 3 oy bo'lmadi-yu. Vaqt o'tib ketdi, yomon vaqt o'tib ketdi. O'shanga bosh yuvishdan boshlayman. Bo'ldi. Let's go. Let's go. Uzak geçişleyen bakmadım ya da. Elastikten olarak yapabiliyor. Wow. Şampulaş. Dengan tuttu. O'zimga azizga kirdi-yu. O'zim achib ketib qoldi.
Let's go. 그리고 보고나오면 역시 스킵 좋게 떴어. Hop. Hayajonlidan xili kelyapti уже. Уже mani yuraklarim nito bo'lyapti. Sochni ham yuvib oldim mana. Bir sidira yuvib olindi. Endi 3 oydan keyin dush. Go. Hop, vaqti keladigan bo'lsa, bu yoqda ham 1 minut 10 sekund. Уже miyam o'ylamayapti, nimadir bahonada qilaman. Kerakmidi shu deganda, kerakmidi? Da, kerak. Da. Go. Muzdan yoqib olaman, birinchi vaqt yoqmay turaman. Aynan. Miriam dulu. Oy. Şimdi oxirgacha taqaman o'zimni ham lekin borib oxirgacha taqaman. Oxirgacha. Da, oxirgacha. Yo. Go man. Bakalım çıktı ne? Önemli buralar. Hop. Yutuverchilar. 1:10. Bugun bosh bilan emas, faqat tanamizda. Let's go. 올라가 굴러가 생겼다. 야, 옥상 되게 불쾌한데.
hozirchalik vannaga o'shanga dushda bomba bum 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 bum. Ilusuv endi. Ilusuv. Wow. Ilusuv. Ketdi. Vaqt ketdi. Otur tushdik hozir eshitdim. Mazza, wow. Вообще hayotini qayerda o'zgacha ko'rinmoqda. Hozir shu suvga boshimni ham dedim kelayapti, dedim qizlar. Suv olsin, ana qaydim, hozir endi relax video. Uçağı kopsun müddatletin var mı? Uçağı var. Allah'ım. Yanımızda su. Oy. Lekin bomba ochilib ketdimi bu? Уже. Normalniy уже ichim boshqacha такой chiqib ketdi уже. Stresslar deydimi? Уже falsafona gaplar, motivatsion gaplar kelyapti miyaga. Vaqt sekin cho'zyapman-da. Vaqt cho'zib. Shu oxirigacha. Bunday so'ng qilib. Tashlayapman. Oy. Bu Tangan itu maksudnya oleh pocket lah kan, oleh ini oleh dia punya gitu Alhamdulillah. Wow. Xullas, YouTuberchilar mana shunaqa gaplar. Endi u yog'ini ozgina ilusuvi, u yog'ini videoni o'chirib, sekin u yog'ini davom ettirib qo'yaman. No, xullas shunaqa gaplar 3 oydan keyin men nihoyat sekin qaytib keldim deydi-yu, muzdek suvga, ya'ni suv urishga. Ko'rganinglardek bugun sal o'zgarish bo'ldi, 3 oy o'tib sochni bir marta yuvib, qolgani bir xil, masalan, o'sha 1 minut muzdek, keyin iluv qildim 1 minut, keyin yana muzdek bo'ldi 1 minut.
o'zgarishdan shu boshimga qilmadim bu gal. Boshni asradim. Yaxshi shu videoni ko'rib qolmam. Bo'lmasa yana bosh bilan qilgan bo'lardim men, bu aniq. Xullas shunaqa gaplar menda hozirchalik. 3 oydan keyin 20-sonni ham xursandman. Nasib qildi. Xullas menda hozir shu gapirolmay qoldim. Hozir shunaqa gaplar. Yana yaxshi kunlarda ko'rishish, gaplashish nasib qilsin. O'zinglarni asraylar, sizlar bilan ergashib Ulug'xon bo'ldi. O'zbek suv playlistida. Endi buni sekin o'chirish kerak. Bundoq ko'tarib turib